Assalomu alaykum. Hurmatli va aziz obunachilarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Bugun men sizlarga har kungi qiladigan ishlarim deb nomlangan videomni sizlarga tavsiya etmoqchiman. Marhamat qilib ko'ringlar. Har kungi qiladigan ishlarim to'g'risida biroz sizlarga ko'rsatgim, sizlar bilan bo'lishkim keldi. Bu gazga qo'ygan sutim, ko'ringlar. Bularni hozir qaymoq olingan. Qaymoqlarni hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu qaymoqlari oldi. Mana olingan. Ertalab olgan edim qaymoqlarni. Bu kechaki qaymoq. Ko'ringlar, samsariq. Sливочный masladay. Mana bu sutni ham qaymog'i olingan, lekin ko'ringlar, buni sgushonka qilaman deb, quyultiraman deb, malaka qilaman deb kecha biroz qaynatib qo'ygandim. Varyonni malaka qilmoqchiman buni. Uni ham sizlarga ko'rsatib o'taman, xudo xohlasa. Bilan shug'ullanadigan kishilarga qiziq bo'lsa kerak. Men o'zim ham kanallarga kirib, YouTube'ga kirib, shunaqa videolarni izlar edim. Oldin sigir olishimizdan oldin qiziqib, ro'zg'orga baraka kiritish niyatida nevaralar uchun, har kun sut bo'lishligi uchun, qaymoq bo'lishligi uchun sariyog' taxlayman. Mana shulardan sizlarga o'z sariyog'imni ham ko'rsataman. Ana bu tayyorlagan sariyog'im hozir mana muzlatgichdan oldim. Ko'ringlar. Qo'llarim toza. Sizlarga ko'rsataman. Ko'ringlarmi? Ko'rdingizlarmi? Haqiqiy sariyog' qanday bo'lishi kerak? Qattiq. Ana. Kim shu ishlarni qiladi? Kommentariyalarda yozinglar. Qiziqsangizlar. Endi sayohatlarni ham sizlarga ko'rsataman. Ba'zi paytlar pishiriqlarni ham ko'rsatgan edim. Kanalimga kirib qiziqqanlar biladi. Hozirgi bu yaqinda hali pishiriqlar pishirganim yo'q. Nasib etsa, xudo xolasa, hozir mana bu sayohatlarga boraylik. Hozir bahor. Sizlarga ko'klamzorlarni hamma ham sharshara suvlarni ko'rgisi keladi. Qadimiy joylarni ko'rgisi keladi demoqchiman. Shu videolarim davomida kanalimga kirgan paytlaringizga zerikarli bo'lmasligi uchun sayohatlarni ham tashab turaman, chunki mana shu sayohatlarimizni ham ko'radigan kishilar bor. Opajon, sayohatlarga borasiz, ko'rsating bizga borgan joylaringizni deb. Sizlarni zeriktirib qo'ymasligim uchun sayohatlarga ham borib turaman. Ko'rmagan joylaringizni ko'ringlar deyman. Kimdir yosh bo'ladi, kimdir ishga boradi, vaqti bo'lmaydi chiqishga. Shu uchun sayohatlarga ham borib, shu borgan joyimni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman, sizlarni zeriktirmaslik uchun. Ba'zi bir kanallarga faqat pishiriqlarni ko'rsatiladi. Men endi sizlarga raznoобразный deydi. Qanday bu endi mani kanalimni qanday desam, psixologiyasini o'rgangan holda o'zimni abonentlarimni zeriktirmaslik uchun sayohatlarga ham boraman. Ba'zida pishiriqlar ham pishiraman. Endi mana bunaqa sigir, hamma vaqt bizga sigir yo'q edi. Yaqinda shu bir kanalga ko'rib qoldim. Navaralar uchun sigir olib, bolalarga, nevaralariga mehnat qilgan kishilarni ko'rib men ham havasim ketib, yana qaytadan sigir olib, yana mehnat qilib, nafaqada bo'lsamiz ham bekor o'tirmaslik uchun shu ishlar bilan shug'ullanish, oilaga baraka kiritish, mehnat qilish, izlanish kerakligi, baribir ham hayot qiziqarli bo'lsa, kanalga hamma qiladigan ishlarimni, sayohatlarimni video olib zeriktirmaslik uchun joylab boryapman. Uyimiz, sizlarga videolarda ko'rib boribsizlar. Uyimizni
Kichkinagina, ixchamgina chiroyli hovlimiz bor. Endi sizlar bilan bundan buyog'iga erkin muloqot qilishga, erkin gaplashib, videolar olishga harakat qilyapman. Mana bu kichkinagina, ixchamgina oshxonamiz. Men o'zimga yoqadi. Oshxonam oldida bir tup o'rik daraxti bor. Juda ham chiroyli bo'ladi bahorda ochilib. Ko'ringlar. Yaxshi ko'raman oshxonamni. Derazamning oldida Oybek yozuvchi aytganiday, derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi degan she'rni biladiganlar bor. Danagidan mana shu daraxtni, o'rikni o'stirganmiz. Derazam oldiga yam-yashil bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Inson bahrasi ochilib, xuddi ko'chaga, ko'klamzorga, daraxtni tagiga o'tirib ovqatlarimni pishirganday bo'laman. Mana bu qaymoqni qaranglar. Mana bu laganlardan olib, muzlatgichga emas, sovutgichga qo'ygan edim. Hali 1 soat bo'ldim, yo'q zavtrak qilib bo'ldim. Shunaqa qotib qolibdi. Buni pichoq bilan kesdim. Mana ko'rinib o'tiribdi sizlarga. Yarim soatdan ortiqroq turdi. Ertalabki nonushtani qilganimcha olib qo'ygan edim. Olib girdini bo'shatmoqchi bo'lsam, men bu lipkopchaga olib chappa qilsam, shunaqa qattiq bo'lgan, xudo slivichli maslada kesiladi. Buni sizlarga ham ko'rsatmoqchi bo'ldim, to'g'risi. Qaranglar, buni qanaqa qattiq qaymoq. Endi mehnat qilsangiz albatta natijasi bo'ladi. Nafaqani kutib turish kerak yo'q. Alloh tani jonimizni sog' qilsa, harakatda bo'lsak, hamisha yosharib, chiroyli bo'lib, sutlarni ichib, qaymoqlarni yeb, tvorog ham taxlayman, qattiq ham taxlayman, sotaman, qaymoqni ham sotaman. Mana bu sariyog'an klientimiz bor. Nevaralar, bolalar, kelinlar, o'g'illar hammaga yetadi. Bitta sigir oilani to'la-to'kis boqadi demoqchiman. Shu to'g'riga sizlar bilan yaqindan suhbat qilmoqchi bo'ldim. Shu uchun shu videoni olyapman. Kimga shunaqa uyga sharoit, shu ishlarni kim qiladi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Birgalikda o'zimizni xulosalarimizni birga chiqarsak, O'zbekistonimiz tinch bo'lsa, osmonimiz musaffo bo'lsa, tani jonimizni Allohim sog' qilib tursa, hamma ishni qilsa bo'ladi demoqchiman. Mana shu o'rik daraxtini ko'ringlar. Shunaqa chiroyli o'sib ketdi. U yoqqa, o'yla uzoqqa ko'rinyaptimi sizlarga? O'yla u yoqqa yana bitta o'rik daraxtimiz bor. Pastga karlikoy giloskamiz bor. Hali pastdan ham tushib sizlarga sekin shu yerimizdagi nihollar to'g'risida obzor qilmoqchiman. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, hozir men sizlarga qaymoqni tarelkaga chappa qilib ko'rsataman. Slivichli masla magazinnikidan ta'mi o'tadiki, lekin qolishmaydi. Tabiiy, baribir tabiiyda, uyda tayyorlangan narsa. Bu ishlarni hammasini nevarajonlarim uchun, bolalarim uchun qilaman. Qarang buni. Qarang, kesishni o'zi qanchalik qiyin. Men hozir juda qattiq bosib pichoqni kesyapman. Ko'ringlar. Ana. Ko'rdingizlarmi? Uyda mahsulotiga nima yetsin? Bu videoni tayyorlashimdan maqsadim shu. Ko'rsatish. Baribir tabiiy narsa tabiiyda. Nima uchun o'zi allergiya kasalliklari ko'payib ketyapti? Nima uchun bolajonlarimiz tez kasal bo'lyapti? Imit yo'qligidan. Har qanaqa sun'iy narsalar qo'shilganligidan mahsulotlarga. Ko'rdingizlarmi? Men shu narsalarni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Har kun qiladigan ishim shu. Har kun. Shu
shu ishlarni qilaman. Sayohatlagan bo'lib turaman, ularni ham sizlarga ko'rsataman. Buni ko'ringlar, kesib bilmayapman men. Hattoki ana 1 soatga yaqin muzlatgichga turgan qaymoq mana shunaqa bo'ladi. Ko'ringlar mana. Yana kim shunaqa ishlarni qiladi? Kommentariya yozinglar. Bemalol gaplashamiz. Endi o'rib ham ko'rsataymi sizlarga. O'rib ham ko'rsataman hozir. Hozir qo'limda kamera borligi uchun biroz qiynalib turmas. Qanaqa ko'rsatay. Podstavkaga qo'ygim kelmadi mana shu kamerani. Chunki podstavkani hali uncha ishlatishga optim yo'q. Ana ko'ringlar. Mana tortga o'xshaydi. Xuddi brizaga o'xshaydi. Men buni eritaman. Mana bu qozonchamda sariyog' olaman. Jizzasini ham yeydi bolalarim, nevaralarim. Mana orasi. Mana ko'rsizlar? Mana. Mana shu ishlarni qilib turaman har kun. Sizlar bilan shularni bo'lishkim keldi. Yana kelgusi videolarimizda uchrashguncha deb qolaman. Sizlar bilan xayrlashmayman. Kanalga kirib, videolarimizni ko'rib, sizlar ham o'zlaringizni qiladigan ishlaringiz to'g'risida yozib turinglar. Chaq-chaq qilamiz, aytib eshitamiz. Qiziq bo'lsa kanalimiz tez-tez kiringlar, kommentariyalar yozinglar, layklar bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lgan bo'lsangizlar, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bir kun yana chiroyli video qilish niyatim bor. Umuman boshqacha video bo'ladi, u juda ham qiziqarli video bo'ladi. Shu uchun kanaldan uzoqlashmanglar. Oilalaringiz tinch bo'lsin. Allohim har kungi rizqimizni berib tursin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Yana qayta-qayta aytaman, boshqa joylarda urushlar, janglar bo'lyapti. Mehnatdan qochmaylik. Mehnat qilgan kishi albatta oilasini, ro'zg'orini to'ldiradi. Bolalar, nevaralari to'q bo'ladi. Biz buvijonlar hamma vaqt g'ayratda bo'laylik. Baquvvat bo'lib, bolalarimiz uchun, nevaralarimiz uchun hamisha oilani to'kin sochin qilib yurishga hissa qo'shib yuraylik. Qari deganda nafaqaga chiqdik deb o'tirib olmaylik. Hozircha sog' bo'linglar. Kommentariyada fikrlaringizni yozinglar. Ko'rib videolarimni o'z fikrlaringizni bemalol yozinglar. Men sizlarga albatta javob qaytaraman. Azizlarim, hozircha sog' salomat bo'linglar. Xayrlashmayman. Kelgusi videolarimizda uchrashguncha deb qolaman. Omon bo'linglar. Layklar bosib, albatta mehnatimizni qadriga yetib, layklar bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.